qavatdan keyin men yaxshi o'tiraman, mashina o'tiribman, ketganim yo'q. Bolam shunday qiyon tutqani ketaman, qanday uyimda uxlayman. Kecha avariyada bo'lgan. Qayerda bo'ldi? Mana shu yerda bo'lgan, Oqtepada. Ishga ketadigan 8 da ko'rsatmaman bolangizni dedi. Yuragim og'rib ketyapti bir tomon. O'zimni zo'rg'a ishlab turibman. Hozirda yiqilib tushaman bolamga qo'shilib. Toshkent viloyatida avtobus dahshatli avtohalokatga uchragan. Uning ichida bo'lgan yo'lovchilardan 9 nafari esa og'ir darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga olib kelinganligi aytilmoqda. Shifoxonaning jonlantirish bo'limida o'lim bilan kurashayotgan bemorlarning onasi bizga intervyu berdi. Uyda 3 ta bolasi bor. Onam qachon keladi? Yana deb telefon qilib bizga xabar qiladi. Yaxshi bo'lib ketdi. Kunda bitta ichadigan dorini 3 marta ichdim shu bugun. Bir kunda bitta ichaman o'sha dorini. 3 marta ichdim, 3 kun, 2 kundan bir. Yaxshi bo'lib ketishadi, yig'lamang endi. Yaxshi bo'lsin, hammasi yaxshi bo'lsin. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyatining Piskent tumanida sement tashuvchi avtomashina hamda avtobus ishtirokida to'qnashuv yuz bergan. Hodisa natijasida 2 nafar fuqaro vafot etgan. Jarohatlanganlarning soni ochiqlanganicha yo'q. Xo'sh, hozirda bemorlarning ahvoli qanday? Shifokor bizga batafsil ma'lumot berdi. Kecha avtobus harakati bo'lgandan keyin bizga shoshilinch informatsiya kelgandan keyin markazimiz boshlig'i Aziz Tashbiyevich bilan birgalikda 10 kishi bo'lib Piskent tuman tibbiyot birlashmasiga bordik, 24 ta bemor ko'rdik. Shulardan 9 ta og'ir bemorlarni markazga, Respublika shoshilinch tibbiyot markaziga o'tkazdik. 3 tasini o'rtacha og'irlarini bizni shifoxonaga kecha o'tkazib, tayyorgarlik ko'rgandan keyin bugun mana uchalari ertalab hozir jarrohlik amaliyot o'tkazildi. 2 ta boldir suyagi singanlar boldirga operatsiya bo'ldi, jag' suyagi singanlar jag'ini operatsiya bo'ldi hozir. Hozir bemorlar mana shu yerda yotishibdi. Mana shu yotishibdi mana. O'rtacha og'irlikda ana hozir ertaga bo'limga o'tkazishga tayyorlayapmiz. Transport hodisasi natijasida olib kelinganda qanaqa edi ahvoli bular? Ahvollari og'ir ahvolda edi. Bugun kerakli jarrohlik amaliyotlarida o'tkazdik. Dinamikada mana bemorimiz ko'z tegmasi yaxshi. Hozir nechta bemor davolanyapti? Hozir bizda 8 ta bemor bor. Shulardan 3 tasi Piskent tumanidan shu avtobus halokatidan keyingi bemorlar. 8 ta hammasi og'ir bemorlarning ahvoli og'ir. Yaxshi, ancha yaxshiman. Kelgandan Xudoga shukr, mana ovqatlarga kirib qoldik. Yaxshi qarashyapti, baraka topsin iloyim. O'sha kuni voqea nima bo'ldi? O'sha kuni voqea avtobusda ketayotgandik. Keyin ro'paradan chiqqan ana u sement mashinasi bor ekan, o'sha urg'ardi bizni. 2 marta aylanib jarlikka qulab tushdik. Xudoga shukr, odamlar yordam berdi bizga. Olib chiqishdi, shoshilinchlar, skorilarni olib keldi Piskent shoshilinch markaziga yetdi. Birinchi yordam ko'rsatishdi. Xudoga shukr, keyin bu yoqqa olib kelishdi. Kecha ertalab jarrohlik yo'li bilan oyog'im operatsiya qildi. Hozir yaxshimiz, ahvolimiz. Rahmat. Umrlardan baraka topsin. Rahmat. Rahmat, o'zingizni urintirmay, yaxshi bo'lib keting. Rahmat. Sizlarga ham rahmat, Millar kanali. Mana kelib bugun operatsiya bajarildi. Plastinkalar qo'yildi, hozir oyoqlari yaxshi. Mana operatsiyadan keyin o'zlari kelib qoldilar. Doktorlarga boriga shukr, rahmat. Yaxshi qarashyapti. Juda ham og'ir ahvolda kelgan edik. Doktorlar yordam berishdi. Mana shu darajaga yetkazdi. Doktorlar yaxshi qarashyaptimi? Qarashyapti. Gap yo'q. Piskentdagilarim yaxshi qaradi. Hech qaysidan jaribamiz yo'q. Hammasi yaxshi qarayapti. Ozgina chekada uxlab olib keyin haydaganda mana shu 22 ta 23 ta odam bolani ayolni bolani joniga javr bo'lmasidan. Yoshlar yo'l bermaydi, avtobusga yo'l bermaydi, skoriga yo'l bermaydi. Skori to'xtab turadi, avtobus mashina o'tib kelsin keyin o'tamiz deb. Men mana skorda keldim, o'zim ko'rdim shuni. Iltimos, ko'zlariga qarab, vaqtida uxlab, yo'l qoidalariga rioya qilsa, shuncha odamlardan mayli biznikilar qolibdi, shukr qilamiz. 3 ta bolasi qarab turibdi. Yosh qancha odamlar hayotdan ko'z yumdi. Avtohalokatda jarohatlangan bemorlarning 2 nafari o'ziga keldi. Qolganlari esa shifokorlarning nazoratida qolmoqda. Biz esa bemorlarga tezroq sog'ayib, oilalari bag'riga qaytishlarini tilab qolamiz.